Yordamchiga, kichkintoyingiz juda yoqimtoy ekan. Menda mango bor, yeydimi? Rahmat, mangoga allergiyasi bor. Voy, mayli, kechqisi yo'q. Unda qulupnayli tort bor, dam olish xonasidagi muzlatgichda, keyinroq unga olib kelib beraman. Rahmat. Oyjon, mazam bo'lmayapti. Nima bo'ldi? Mango yedingmi? Yo'q, qulupnayli tort yegandim. Shu xolos. Kichkintoy, hey, yashanshang. Ish joyida shovqin chiqarmaslik kerakligini bilmaysizmi? Ishlash niyatingiz bormi o'zi? Bu yer sizdaqa ishlaydigan onalar bolalar o'ynash uchun olib keladigan joy emas. Kechirasiz. Tashqariga chiqamiz. Yur. Kechirimdan nima foyda? Chindan ham otasi yo'q yoqimtoy bola. Tarbiyasi yo'q. O'g'lim yoqimtoy bola emas. Ishga olinayotganingizda hujjatlaringizni ko'rdim. Turmushga chiqmagansiz, shuning uchun bu yoqimtoy bolaning otasi yo'q. Kotibason, so'zlaringizga ehtiyot bo'ling. Haqiqatni gapiryapman. Agar u yoqimtoy bola bo'lmasa, unda ayting-chi, uning otasi kim? Yosh xo'jayinni qayerdaligini aniqladinglarmi? U va onasi ijarada turishadiganga o'xshaydi. Ma'lumot ro'yxatdan o'tkazilmagan, lekin xavotirlanmang. Uzoq bilan 2 kun ichida ularni albatta topamiz. Yordamchi bolasini ishga olib keldimi? Ha, Borib ko'ramiz.